Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari. Yana men Temur Ariqbuloq bozoridan to'g'ridan-to'g'ri video olyapman. Aziz do'stlar, bugun sizlarga kulish naborimiz haqida gaplashamiz. Video obzorini har xil turlaridan ko'rsataman. Aziz do'stlar, o'zingizlar ko'rasizlar. Juda sifatli, juda qulay olib yurishga ham. Misol uchun, sifatli deganimda tirshotkani pachimliklari ham ancha baquvvat. Chamadonlari bor o'zini yoki 14 yo 14 ishlatsangiz, 1-2 ishlatgandan keyin 15 yo 16 bo'lib qolmaydi u. Mana aziz do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Mana juda sifatli chamadonlari ham. Naborda har xil turlardan bor, mana ko'rishingiz mumkin azizlar. Katta golovkalarimiz, atyorkalarni xilma-xildan. Bu yerda mana nakitnoy har xil kulishlarimiz bor mana. Bu xomutlarni yechgani juda qulay. Razvatnoy kuluch. Bu yerda ambir, pichoq, metrlarigacha bu yerda mayda trishotka, golovkalar. Aziz do'stlar, narxiga keladigan bo'lsa, like va podpiskani bong'ilab bosib kelsanglar, 9 ming so'm qilib beriladi. Undan tashqari bu yoqda yana boshqa nabor kulishlarimiz ham bor, aziz do'stlar. To'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, ekrandagi nomerlarga telefon qilib so'rashingiz mumkin. Rahmat. Manzilimiz Ariqbuloq bozori, Toshkent shahar.